yoki 25 yildan keyin Putin qaytadan Çavuşenni sig'inib qoldi. Nima ish qilib sig'inib qoldi? Bu haqda so'zlashamiz. Putin 25 yildan keyin Çavuşenni sig'inib qoldi. Pyongyangga ko'misi kelib qoldi. Shuning bilan bu haqda Çavuşenga ziyoratga bordi. Kim Jong-unmi Putinni o'tgan yili Moskvada ko'rgan bo'lishiga qaramay yana oldiga chiqib aerodromda kecha soat manchida yana tong otmasda saharda aerodromga chiqib shu yerda o'zib kutib oldi. Ziyorat jarayonida butun birga bo'ldi. Dag'duqliq kutib oldi. Endi Rossiya bilan Çavuşen o'rtasidagi bu xil munosabatning yaqinlashishi nimadan derak berdi? Bunu Xitoy uchun nimadan derak berdi degan masala bizningki asosliq